Biz Xitoyning Venjou shahriga yetib keldik. Ertadan xudo xolasa Chunfen zavodiga yo'l olamiz. Venjou shahridagi Chunfen zavodiga yetib keldik. Bu zavodning uskunalar bilan birma-bir tanishtirib o'tamiz. Chunfen zavodida bu hozir ishlab chiqarilayotgan granulyatorlar bilan sizlarni qisqacha tanishtirib o'taman. Bu yerda tayyor bo'lgan granulyatorlar 135, 150 model granulyatorlar. Mana bu yerda o'sha 280 diametrli, uzunligi 5 metr bo'lgan xaridorimizning buyurtmasi tayyor bo'lyapti. Bu 3 ta etapdan iborat bo'ladi. Kattasi, sredniysi va kichkinasi bo'ladi. Bu hammasi avtomat головка, silindrli bo'ladi. Bu yerda 150 model granulyatorlarimiz, bu yerda shunga o'xshash kichkina model granulyatorlarimiz. Bu granulyatorimiz hozir endi yengillik qilishayotgan ekan. Bu yerga salafanni butunligicha solib, o'zi drabilkasi o'zi bilan. Hozir sizlarga shneklarga ishlov berish jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda o'sha shneklarga ishlov berish jarayoni. Tayyor bo'lgan shnekni ustidagi asfaltlarni uni chaqlab, tozalab, xromga tayinlashadi. Bu yerda 250 diametrli shnekimizdan yasalish jarayoni. Buni metali 38, qattiq metaldan yasaladi. Sifatli. Bu reskamiz o'sha 200 modelli reska, freza reska. 3 kilovatli bo'ladi, injektorlar bilan jihozlangan. Bu yerda tayyor bo'lgan mahsulotlarimiz, reskalarimiz. Bu o'sha katta reskamizda 7 kilovatli reskalar, 7 kilovatli reska, 200 reskalarimiz, 300 reskalarimiz. Zavodning bu qismida drabilkalarni yasalish jarayoni. Bu yerda mintali drabilka salafanlar uchun mo'ljallangan, bu ham salafanlar uchun mo'ljallangan. Bu plastmassa uchun mo'ljallangan 1 metrli drabilkamiz. Bu o'zida tushadi. Bu yoqdagilarida oldiga shnek qo'yiladi. Bu har bitta drabilkamizdan setkalari. Bu yerda tayyor bo'lgan granulyatorlar, bu yerda головkalarimiz, bu головkalarimiz silindrli bo'ladi. Bu nержавейка sushilkamiz, serioni qurib beradi. 500 kilolik, 1 tonnalik. Bu yerda bu sushilka 5 tonnalik, 5 tonnalik sushilkamiz. Shunga o'xshash barcha turdagi sushilka va boshqa narsalar shu yerda saqlanar ekan. Sklad qismida cho'chaqlaydigan tachilkalar, 2,5 kilovatli nержавейка sushilkalar plastmassa uchun, 11 kilovatli sushilkalar, yo'da o'sha serioni qizdirib aylantirib beradigan mishalkalar. Bu головkadan chiqayotgan o'sha lag'monni suvini havo orqali tushirib beradi. Sushilka, drabilka, granulyatorlar shu Chunfen zavodidan olamiz.